900 mingga yaqin o'zbeklar yoki O'rta Osiyodan borgan muhojiratdagilar Rossiya tarafidan majburan yollanib Ukrainada halok bo'lganligi aytilyapti. Eng jabr ko'radiganlar eng past tabaqa odamlar bo'ladi, yo askar bo'ladi yoki shu xalqdan odamlar bo'ladi. Ya'ni 21-asrda bugungi kunda kunimizda, o'zimiz holatimizda ularni himoya qila olmayapmiz. Rossiyada qolishlik maqsadida ham ba'zi holatlarda armiyaga ketishga, ya'ni Ukrainaga qarshi urushga ketishga rozi bo'lishyapti. Qayergadir bir musulmonlar, mazlumlar yordam so'rasa, labbay deb javob berishlik, ijobat qilishlik u boshqa masala. O'rta Osiyo bo'yicha eng katta qo'shilganlar Ukrainaga urushiga o'zbekistonliklar ekan. Va eng ko'p halok bo'lganlar ham o'zbekistonliklar ekan. Ya'ni majburlagan holat, aytaylik 10-20% ixtiyoriy ketayotgan bo'lsa, 80-90% majburiy holatda podstavalar qilib olib ketilyapti shu kunda. Chunki ular ham farzandini kattaytirib, bu yo'lga Rossiya uchun o'lishlikka kattaytirmaganda, shu qora xat orqali bilardiki, o'z yaqinlarini maydonlarda, urush maydonlarida yo'qotganligini. Bugungi kunda shunday qora xat Telegram kanallari bor ekan. Endi bizning yurtlarda esa bu imkoniyatlar tanqisligi, ya'ni ozligi sababli majburlikdan muhojirlikka chiqishyapti va mana bunday voqealiklarga yo'l qo'yishyapti. Oradan shuncha yil o'tib, yana o'sha bosqinchi ruslarning mashinasiga xizmat qilayotganligimiz bu juda ham katta musibat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, har doimgidek Saad Muxtor birodarimiz bilan munosabat ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz 21-asrda hozirgi kunimizda ruslarning fashist mashinasiga xizmat qilayotgan, ya'ni majburlab muhojiratda yurgan yurtdoshlarimizni Ukrainaga urushga jalb qilib rus bosqinchilar olib ketyapti va mana shu mavzu ustida gaplashamiz inshaalloh. Xalqim, prezidentim, biz qochamiz desak bizlarni otib taylayapti. Bormaymiz desak urushga urib majburlayapti. Iltimos sizdan kimda qayerda nima qilingan hammasini aytib beraman. Iltimos sizlardan yordam qilingizlar. Qancha o'zbekni qayerga ko'mganini, u bechoralarning ota-onasi uyda kutib o'tirganini, hammalarini, lekin bu yerda o'ldirib taylayotgan hammasini bilib turib jim turishlik bu to'g'ri kelmaydi. Iltimos sizlardan yordam beringizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodar, xush kelibsiz. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin aka. Bugungi mavzuyimiz shu ko'rib turganingizdek, statistika bo'yicha 900 mingga yaqin o'zbeklar yoki O'rta Osiyodan borgan muhojiratdagilar Rossiya tarafidan majburan yollanib Ukrainada halok bo'lganligi aytilyapti. Lekin u statistikadagi xabarlar doim sahih xabar bo'lmaydi. Undan ko'ra juda ham katta nisbat bo'lishi mumkin va asirlikda ham juda ham ko'p. Bu haqida sizning fikringiz va bu haqida bugungi kunda, ya'ni muhojiratda qiynalayotgan insonlarning mana bu dardini bir o'rtaga olib chiqqan holatda bir yoritsak degandim. O'zi katta davlatlarni o'rtasida bo'ladigan to'qnashuvlarda, urushlar asosida eng jabr ko'radiganlar eng past tabaqa odamlar bo'ladi, yo askar bo'ladi yoki shu xalqdan odamlar bo'ladi. Buni misolini Birinchi jahon urushida yoki Ikkinchi jahon urushida ham ko'rganmiz. Chunki eng ko'p nemislar bilan bo'lgan janglarda o'ldirilganlar O'rta Osiyoliklar bo'lgan o'sha paytda ham. Chunki nima sababdan O'rta Osiyoliklar, ya'ni ruslarning nazdida o'zini xalqidan ko'ra past tabaqa sanalgan va birinchi saflarda janglarga kirgizilgan. Endi hozirgi kunda bilamiz, Rossiyada ham juda ham ko'p muhojirlikda bo'lgan O'rta Osiyolik davlat vakillari bor va ulardan eng ko'p ham vallohu alam O'zbekistonliklar bo'lsa kerak. Va shu sababli O'zbekistondagi xalq ham majburlikdan, ya'ni o'zining diyorida bir ish bo'lmaganlikdan, ishsizlikdan boshqa diyoriga oilasini boqishlik uchun, ota-onasiga qarashlik uchun chiqadi. Yani ba'zilarda dokument bilan chiqishligi mumkin, ba'zilarda dokumentsiz chiqadi. Ya'ni ko'p hollarda men Rossiyadagi ba'zi birodar tanishlar bilan gaplashib qoldim. U yerda juda ko'plab o'zbeklar dokumentsiz yurar ekan va shu sababli ushalib qolishib Rossiyada qolishlik maqsadida ham ba'zi holatlarda armiyaga ketishga, ya'ni Ukrainaga qarshi urushga ketishga rozi bo'lishyapti. Yani ba'zilar esa ba'zi bir jinoyatlar sababli qamalgan, qamoqxonadan olib ketilgan. Sahar soat 4da dedi, 9tasini urushga olib ketdi ona. Bir narsa ham deyishga hayronmiz deydi. Endi qo'limdan hech narsa kelmayapti, bir ojizman, hech kimim yo'q. Hozirgi kunda juda ham men gapiryapman, mendaqa onalar minglab O'zbekistonda juda ko'p bunaqa farzandi dog'ida, farzandlari urushlarga ketib o'layotganlari qancha. Bu yerda
farzandini necha yillab ovozini eshitmay domdarasi farzandi o'lib ketganini bilmay o'tirgan onalar qancha. Xullas shu voqealar sababli juda ham ko'plab o'zbeklar Ukraina urushiga qo'shilgan. Va yaqinda bir statistikani ko'rib qoldim. Vallohu alam ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'rta Osiyo bo'yicha eng katta qo'shilganlar Ukrainaga urushiga o'zbekistonliklar ekan. Va eng ko'p halok bo'lganlar ham o'zbekistonliklar ekan. Shu sababli ya'ni juda ko'plab videolar chiqyapti. Ya'ni axborot agentliklari tomonidan ham yoki xos bir xabarlar ham chiqyapti. Misol o'g'li ketgan, o'g'li yo'qolgan, Ukrainaga ketib, farzandi ketib shunaqa bo'lgan voqealar juda ko'p bo'lyapti. Endi albatta yana bizni xalqlarimiz ichida bunaqa holat bo'lishligi bir musibat. Chunki ota-onasini, oilasini baqaman deb chiqib turib, boshqa yurtlarda boshqa davlatda foydasi uchun o'lishligi qayg'uli holat albatta. Albatta bu yerda endi birinchi jahon urushini eslab o'tdingiz, birinchi, ikkinchi jahon urushlari. Ba'zida ko'rsatuvlar qilinadiki, go'yoki ruslarning fashist mashinasiga o'sha vaqtda nimaga bizni ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz xizmat qilgan deyapmizda. Shu bilan birga vaqtda, ya'ni 21-asrda bugungi kunda o'zimizni kunimizda, o'zimizni holatimizda ularni himoya qila olmayapmiz. Vaholanki o'sha tarixda bo'lib o'tgan fashistlarning mashinasiga bizni muhojiratda yurgan O'rta Osiyolik insonlar, muhojirlar xizmat qilib beryapti va bunda davom etyapti. Bunga bir qanday yechim bor? Ya'ni nima sabablar? Bularni bir konkret aytganda ya'ni mana shu narsalarga moniylar yoki bir nimalar nima sabab deb o'ylaysiz? Albatta, ya'ni eng katta sabab aytib o'tgandek qiyinchilik. Ya'ni o'zini yurtida albatta bir voyaga yetgandan keyin ham har bir odamning o'zini bir hadafi bo'ladi. Ya'ni uylanishlik uchun, ota-onasiga qarashlik uchun, farzandi uchun, ya'ni o'zini bir dunyosi uchun, bir uy qurish uchun yoki mashina olish uchun bir hadafi bo'ladi. Buni hadaflarda qo'yyapti oldiga, lekin O'zbekistonda, ya'ni o'zini yurtida shu hadaflarni niyat amalga oshirishga imkon bo'lmayapti. Bir ko'chadan bir ish topa olmayapti yoki bir ish qila olmayapti. Majburlikdan muhojirlikka chiqyapti. Meni o'g'lim yo'qchilik sababli 2023-yil 3-mayda Rossiya Federatsiyasiga ishlagan bor. Meni 2 farzandim, katta o'g'lim sharoitimiz yo'qligidan uysiz, joysiz. Ya'ni aksar sababi buni muhojirlikka chiqayotgan odamlarning aksar sababi yo dini sababli chiqadi, dinini omonda bo'lishligi uchun yoki shunaqa, ya'ni tirikchilik maqsadida oilasini, farzandini boqishlik uchun. Rossiyada yurganlarning vallohu alam aksari shu farzandini boqaman deb yurganlar. Ya'ni shu sabablar, ya'ni agar o'zimizning yurtlarda bir imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, bir sharoit bo'ladigan bo'lsa, ya'ni biz hech qachon eshitmaganmizki, Yevropaliklar yoki Amerikaliklar boshqa davlatga muhojirlikka borib, ya'ni past tabaqa ishlarda ishlayotganini eshitmaganmiz. Borishadigan bo'lsa ham o'zlarining katta tijoratlari, bizneslarni qilishadi. Ya'ni kamdan kam holatda borib muhojirlikka borib unaqalik bunday qo'pol qilib aytganda xor holatda ishlashmaganda Yevropaliklar yoki Amerikaliklar. Chunki o'zini vatanida, o'zini yurtida hamma sharoitlar qilinib qo'yilgan. Shu sababli xalq o'zini yurtdan ketishga xohlamaydi. Chunki hamma imkoniyatlar bor. Endi bizning yurtlarda esa bu imkoniyatlar tanqisligi, ya'ni ozligi sababli majburlikdan muhojirlikka chiqishyapti va mana bunday voqealiklarga yo'liqishyapti. Allohu a'lam. Meni o'zimning birinchi tahlilim. Albatta endi biz musulmon o'laroq birinchidan dinimizdan, aqidamizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerga o'z ixtiyori bilan ketganlar o'zlari biladi. Allohu a'lam. Lekin majburlab olib ketilgan insonlar, ya'ni holat juda ham og'ir. Alloh saqlasin, shu yo'lda mana statistikada 1000 ga yaqin inson halok bo'ldi deyapti. Asl holat qancha barobar ko'p bilmaymiz. Lekin xatarli tarafi insonga bir marta beriladigan umr, shu umrda ya'ni dinsiz holatda kofirlarning safida xizmat qilib ketib qolishlik juda ham bu xatarli narsa. Ya'ni bu yerda bu hazillashadigan narsa emasda. Ya'ni qayerga bir musulmon o'laroq qayergadir bir musulmonlar, mazlumlar yordam so'rasa, labbay deb javob berishlik, ijobat qilishlik u boshqa masala. Lekin mana bu holatda ko'r yurtida kofirlarni, tog'utlarni nimasini himoya qilib borishlik bu juda ham xatarli holat. Ya'ni majburlagan holat, aytaylik 10-20% ixtiyoriy ketayotgan bo'lsa, 80-90% majburiy holatda podstavalar qilib olib ketilyapti shu kunda. Yaqinda 200 ta bolani to'plab olib borgan qaysidir qamoqxonadan, endi bu ham Rossiya Federatsiyasining qamoqxonalaridan
bitta emas, balki bitta qamoqxonadandir, balki ikkita qamoqxona. 200 ta bolani olib chiqib ketgan. 200 ta bolani olib chiqib o'sha haligi poligon degan Zormondasi nomi o'tsin shu yerga olib borgan joyida dron tepasiga tushib 200 ta bola yo'q bo'lib ketgan. Hammasi o'zbek bo'lgan. Tojiga bo'lgan, lekin qirg'iz, o'ris bo'lmagan buning ichida. Lekin bizni O'zbekistondagi ommaviy axborotga yoki taniqli bo'lgan vatandagi mullalarga, domlarga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, islom uchun, musulmonlarning himoyasi uchun, mazlumlar uchun chiqqanlar birinchi o'chirda malomat qilinadi. Nima sababdan qoralanadi, nima vatan xoini, vatan gado, boshqa davlat uchun urushyapti, unday bunday deb qancha ayblovlarni qo'yib tashladi. Lekin Ukrainadagi bo'layotgan voqeani ko'rdik. Yani birorta na bir bloger yoki bir davlat odami yoki bitta ikkita axborot kanallari gapirib chiqmasa, ular ham faqatgina shu yerga ketib qolibdi, o'lib qolgan xabarini chiqarishyapti. Ya'ni ba'zi bir xabarlar chiqarishyapti. Lekin ularni tanqid qilgan yoki Rossiya davlatiga qarshi gapirilgan, u hech qanaqa bir gapirganini ko'rmaysiz. Bu ya'ni go'yoki hassos masala, ular yaqinlasha olmaydi. Ya'ni bo'lib ham siz aytgandek boshqa bir davlat uchun kurashyapti va boshqa davlatdagi g'ayri dinlar bilan kurashyapti, bir boshqa davlatni bosib olishlik uchun kurashilyapti. Hech qaysi bir televizor kanalida Ukrainadagilar terrorist, Ukrainadagi vahobiy, odam kesuvchi degan narsa ko'rmadik. Vaholanki, misol uchun Suriyaga yoki boshqa davlatdagi musulmonlarga yordam uchun kelganlar, o'z jonini tikib turib yerga rozichilik bilan kelgan odamlar esa vahobiy terrorist deyilyapti. Malomatlanadi. Yani shu sababli yani bizni qayg'uga soladigan narsa, dini uchun chiqqan musulmonlar qoralanyapti. Dini uchun emas, balki dunyo uchun yoki majburligidan, yani hatto men eshitdim, Rossiyadan ketganlarni, Ukrainaga urushga ketganlar, bir qismi o'sha Rossiyaning fuqaroligini olish uchun ketgan. Ya'ni o'zini hayotini qanaqadir bir fuqarolik uchun tikib olgan. Balki pul kattaroq pul tikkan bo'lsa, pul uchun ketgan bo'lishlari mumkin aka. Ya'ni shu narsa uchun ketganlar qoralanmayapti, hech narsa gapirilmayapti. Allohning yo'li uchun, mazlumlar uchun qiynalayotgan musulmonlar uchun chiqqan odamlar esa qoralanyapti, terrorist deyilyapti, vatan xoini deyilyapti, vatan dushmani deyilyapti. Yani bu qayg'uli narsa bir musulmonlar uchun. Aytib o'tganingizdek, Alloh musta'an bizni O'rta Osiyolarda tayinsiz vaynlar, shunaqa narsalarga ijtimoiy tarmoqlar to'lib ketdi, lekin bu yoqda asl mavzu O'rta Osiyolik kuchga to'lgan yigitlar qayoqdagi bir tog'utlarni himoya qilib kufr yurtlarida o'lib ketyapti, Alloh musta'an. Keyingi mavzuga keladigan bo'lsak, bunga yechim nima? Ya'ni nima qila olamizki, mana bizning qo'limizdan shu ozgina bo'lsa ham xabar berish kelibdi, shuni qilyapmiz. Ummatan jamiyat o'laroq nima qilish kerak? Ya'ni qaysidir qadamni qo'yish kerakki, mana bu bizni xalqlar ko'zini ochib, kerak bo'lsa nafaqat Rossiyadan majburlab olib ketishlik, umuman ishlashga chiqsa ham boshqa davlatga chiqsa bundan buyog'iga, ya'ni Rossiyaga bormasin. Va yana qanday yechimlarda tashlay olamiz, yechim o'laroq? Xalq o'laroqmi yoki hukumat o'laroq? Hukumat o'laroq tayin endi. Hukumat bir shart-sharoitlar qilib bersa, boya aytib o'tganingizdek, u ma'lum xalq chaqa ketmaydi. Dunyoda mana birinchi, ikkinchi o'rinda turadi oltin qazib olish bo'yicha O'zbekiston. O'sha yer osti boyliklarini xalqqa bersa ham o'zi xalq hech qayerga ketmaydi, bu tabiiy narsa. Lekin xalq o'laroq, ya'ni zaif, past tabaqadagi xalq nima qilsin, qo'lidan boshqa nima imkoniyatlari borki, shu urushga jalb qilinmasin. Hukumat o'zi haqiqatan, misol uchun Ukrainada qancha o'zbek bolalari o'libdi, birortasini hali tobutini olib kelib berishga yaramayapti ekanda. Ya'ni hech bo'lmasa oilasiga o'ligini, jasadini olib kelib berishlikka ham bir harakat qilmayapti ekan. Endi xalq o'laroq nima qilishlik kerak? Ya'ni xalq o'laroq, ya'ni albatta har birimizga bitta jon beriladi-da. Ya'ni u narsa uchun biz unumli foydalanishligimiz kerak. Ya'ni biz balki bizga qarab qo'ygan oilamiz, farzandimiz, ota-onamiz bo'lishi mumkin. Ya'ni shu jonimiz deb turib boshqa diyorda o'limga ham ketishlikka rozi bo'lmasligimiz kerak. Ya'ni har bir narsani albatta faqatki bir yo'li bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi yo'li ham bor. Chunki Alloh taolo har bir narsaga bir yechim qilib qo'yganda. Endi izlanishlik kerak. Agar dokumentsiz borib turib, u yerga Rossiyaga borib turib, urushga majburlab ketilayotgan bo'ladigan bo'lsa, unda Rossiyaga emas, boshqa davlatga chiqishlik kerak ekan. Misol uchun Koreyaga borib ishlayotganlar bor yoki Yevropa davlatlariga. Endi bu aytayotgan narsalarimiz O'zbekistonda imkoniyat, sharoit bo'lmaganligi sabab muhojirlikka chiqishga majbur bo'lgan odamlar uchun. Ya'ni muhojirlikka chiqadigan bo'lsa ham u davlatni o'rganib chiqish kerak holatini, qanday qilaman deb turib o'rganib chiqqandan keyin bir chiqishlik kerak. Endi albatta har bir narsani ostida biz islomimizga qaytadigan bo'lsak aka, dinimizga. Alloh taoloning kitobida, ya'ni islom juda ham keng din
dinda aka har bir narsani fiqhi bor. Har bir narsani yechimi bor. Islomda asl islomni o'rganib chiqadigan odam bo'lsa aka, ya'ni hamma qidirayotgan narsasiga savoliga javob topadi-da. Endi biz mana bu dunyoviy narsa ustida gaplashayotganligimiz sababli, ya'ni bu narsada, ya'ni Rossiyaga borib turib bitta jonini ham tikib bunaqa majburlikdan bunaqa urush maydonlarida yurgandan ko'ra, yani boshqa bir yo'llarni qidirganligi yaxshiroq, Alloh a'lam. Shunday. Shu yerda bir narsani eslatib o'tib ketaman. Boya aytib o'tganingizdek, bu yerdagi Alloh yo'liga chiqqan inson bilan o'sha din dushmanlari yollayotganlarning farqini aytib o'tmoqchiman. Bir guruh qorilar bo'lgan, Nabiy sollallohu alayhi vasallam bitta qavmga jo'natgan dinni o'rgatishlik uchun. Ular xiyonat qiladi-da, shu yarim yo'ldami yo o'sha qabilani oldiga yetib borgandami, qorilarni orqa tarafidan qilich sayib qornidan chiqib ketadi deydi, shahid qilar ekanda xiyonatkorona. Shunda qorilar, xabarimiz bor, mashhur hadis, shahidlar o'layotib azoblanmaydi, joni chiqayotganda va jannatdan joyini ko'rib shahid bo'ladi deydi. Shunda ali qorilar aytar ekan, Ka'bani Robbisiga qasamki men yutdim degan ekan. Shunda aliga o'ldirgan qotil huzurlanmagan ekan o'ldirganida. Nimaga bu o'lib ketyapti-yu, lekin yutdim deb xursandlik bilan ketdi. Ya'ni Alloh yo'lida o'layotgan inson bilan mana bunday din dushmanlari, kofirlarning yurtida qanaqadir tog'otlarni himoya qilib o'lib ketayotganlarni hech qachon tenglashtirib bo'lmaydi. Ya'ni bu yerlarga kelib Alloh yo'lida mazlumlarga jonini tikib va nafaqat bu yerlarda, butun dunyoda mazlumlarning himoyasiga labbay deb turgan insonlar inshaalloh Alloh taolo maqtagan shahidlardan deb bilamiz inshaalloh. Xo'p, Sa'd Muxtor birodar, mana bu yo'lni ozmi ko'pmi bosib o'tgan inson kabi o'sha Rossiyaga ketib, kimdir grajdanstvasiga, ya'ni fuqaroligiga qiziqayotgan bo'lishi mumkin, kimdir qandaydir moddiy mablag' evaziga qiziqib ketyapti. Bularga qanday bir nasihat qila olasiz? Shunday bo'lsinki, ya'ni bularga ozroq yetib borsin bizning nidolarimiz. Bu yo'ldan qaytsin. Axir bitta jonni bu yo'lda berib yuborishlik juda ham bir katta ahmoqlikda. Alloh musta'an. Nasihatim ikki turli bo'ladi aka. Ham din taraflama bo'ladi, ham dunyoviy taraflama bo'ladi. Birinchisi, dunyoviy taraflama nasihat qiladigan bo'lsam, vatanda turgan ota-onasini o'ylasin, vatanda turgan farzandlarini, oilasini o'ylasin. Chunki qancha shu Ukrainada o'lgan bolalarni videolar, ota-onasining videosini ko'ryapmiz. Ya'ni qon qaqshab yig'layapti. Chunki ular ham farzandini kattaytirib, bu yo'lga Rossiya uchun o'lishlikka kattaytirmaganda. Ya'ni ularni o'ylashlik kerak, o'zini holatini, kelajagi farzandi bo'lsa farzandini, agar farzand uylanmagan bo'ladigan bo'lsa, ota-onasini o'ylash kerakda. Keyinchaligini faqatgina bir pasport yoki boshqa narsa uchun deb o'lib ketishlik ham dunyodagi bir manfaatsiz bo'lgan narsa. Endi diniy oladigan bo'lsak, albatta bir kofir bo'lgan davlat uchun, davlatning foydasi uchun urushlik bu, ya'ni hech qanday islomga ham oid bo'lmagan narsa. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlariga, kimki qaysi bayroqni ostida jang qiladigan bo'lsa, qiyomat kuni o'sha bayroqning ostida bo'ladi. Ya'ni u albatta bilamizki, Rossiya ya'ni kufr davlat. O'sha davlatning ostida, o'sha davlatning kengayishligi uchun himoya qilib kurashadigan bo'lsa, albatta qiyomat kuni o'shalar ham birga bo'ladi. Ya'ni albatta islomni chegarasida aytadigan bo'lsak, bu narsani uzoq turishlik kerak. Ham mayli deport bo'lib ketadigan holati bo'lsin, Rossiyaga qaytib kira olmaydigan holati bo'lsin. Lekin ham dinini, ham nafsini, ham oilasini saqlab qo'ygan bo'ladi bu narsa bilan. Shu sababli, ya'ni bu mavzulardan juda qattiq ehtiyotkor bo'lishlik kerak. Aytib o'tganimizga takror aytyapmiz. Jon har bir insonga bir marta berilar ekan, shu jondan unumli foydalanishimiz kerak. Agar dindor odam bo'ladigan bo'lsa, dini uchun sarflashlik kerak va dini uchun yo'l berishlik kerak. Agar dinga qiziqmaydigan, dunyoviy odam bo'ladigan bo'lsa ham farzandini, ota-onasini o'ylashlik kerak. Endi albatta biz o'zbek auditoriyasini, ya'ni o'zbekistonlik odamlarni, ya'ni 80-90% dindan xabardor. Namoz o'qimaydigan bo'lsa ham hech bo'lmaganda Allohni taniydi. Shu sababli, ya'ni ertaga jahannam bor, jannat bor, oxiratni o'ylashlik kerak. Ya'ni keraksiz narsalar uchun jonni tikib oxiratni yoqqandan ko'ra islom uchun harakat qilib, o'sha davlatni mayli pasportini olmasin, boshqa narsasini olmasin, kelib o'zini vatanida qiyinchilikda bo'lsa ham ota-onasini bag'rida yurgani yaxshiroq, Alloh a'lam. Aziz birodarlar, avval Sa'd Muxtor birodarimiz aytib o'tgandek, ikkinchi jahon urushi vaqtlarida qora xat degan narsa bo'lar edi. Insonlarga qora xat kelinsa,
shu qora xat orqali bilardiki o'z yaqinlarini maydonlarda, urush maydonlarida yo'qotganligini. Bugungi kunda shunday qora xat Telegram kanallari bor ekan va o'sha kanallarda yaqinlarini yo'qotayotgan ota-onalari va ayollari, ahllari xabar topyapti. Kimlarnidir o'ligini olib kelishyapti tobutga solib. Kimlarnidir farzandini ana bolangni topib ol kerak bo'lsa, holidanmi, chandig'idanmi, eplasang topib ol deb necha kun kutadi. Misol Ukraina davlatida necha kun kutadi bu o'lik jasad necha kun turishi mumkin? Kun boryapti. Yo'q. Bolam 1 oydan beri telefon qilmaydi, bolam 4 oydan beri telefon qilmaydi. Bu yerda men bilgan 7000 ta ota-ona bor. WhatsApp guruhlarda, Telegram guruhlarda biz hammamiz birlashib, dardlashib, har xil gaplarni muhokama qilamiz, yordam izlaymiz. Ming afsuski shu bosqinchi ruslarni bizni diyorlarimizga bostirib kirib, opa-singillarimizni nomusiga tegib, bizni yerlarimizni, yer osti, yer usti boyliklarimizni egallagan bosqinchi ruslarni hali ham kim ekanligini tanimasdan oradan shuncha yil o'tib, yana o'sha bosqinchi ruslarning mashinasiga xizmat qilayotganligimiz bu juda ham katta musibat. Alloh taolo barchalardan rozi bo'lsin. Mana bu narsalarga ko'zimizni ochaylik va e'tiborliroq bo'laylikki, birodarimiz aytib o'tgandek, bitta jonimizni bersak Alloh yo'lida beraylik. Mana bunday xor bo'lib, tog'otlarni himoya qilib o'tib ketmaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.